Bugun turmush o'rtog'im bozorga borib kelaman deb va'da beruvdilar. Uyg'ongunlaricha prixoshkani tozalab olay deb ishga kirishib ketdim. Eshiklarni artib olib, sipirib, oyoq kiyimlarni taxlab chiqdim. O'zi bozorga borgim kelmaydi, hammasini internetdan zakaz qilib o'tiraman. Lekin bu safar o'zim ko'rib olgim keldi. O'sha obed vaqti ham bo'lib qoldi. Qizim bilan o'zimga ovqat suzib, ovqatlanib oldik. Qizim bilan ikkalamiz ham kurini bulyonni juda yaxshi ko'ramiz. Turmush o'rtog'im turganlaridan keyin tez tayyorlanishni boshladik. Qizimning sochini shunaqa xvostik qilish juda ham yoqadi menga. Bozorga faqat men narsa olishga ketaman deb o'ylasam, turmush o'rtog'im ham bir talay narsa oldilar. Ba'zan pustoy turmasligi uchun o'zimga shunaqa искусственный gullar oldim, rosa chiroyli ekan. Keyin turmush o'rtog'im qizimga xohlagan o'yinchoqlaringni ol deb aytdilar. Rosa xursand bo'lib ketdim. Har safar qizimga narsa olsak, o'zimga olgandek xursand bo'lib ketaman. Sizlar ham shunaqamisizlar qizlar? Shuncha narsalarning ichida bozorga o'zim borganim ham esimdan chiqib qoldi. Yaqinda gap borasida oyim fen olishim kerak deb aytuvdilar. Internetda yaxshi variant topolmaganim uchun turmush o'rtog'imdan bozorga olib tushib keling deb iltimos qilgan edim. Dekretda o'tirganim sababli onamlarni ko'p xursand qila olmayapman. Lekin ota-onalar bolasidan olgan kichkina narsaga ham xursand bo'lishar ekan. Bugungi kunim juda ham barakali o'tdi. Like bosib qo'ysanglar, undan ham xursand bo'laman.